Assalomu alaykum. Bugun tibbiyot xodimlarining malakasini oshirish markaziga kelgandik. O'tga mana podvalga suv oqarkan bir necha oylardan beri. Suvni o'chirib qo'yishganligi uchun endi ko'rinmagan. Podval zaxlab ketgan. Chiroylik uchun ko'rinmayapti. Mana podvalga ayol tomonidan suv ichgandan keyin bo'ldi, anaqa qildi. To'xtadi. Mana meditsinskiy malaka oshiradigan sentrga keldi. Shifokorlarni mana tegidan ochdi bu. Kafirlar. Suv oqaveribdi. Tegida prokladkasini tegida.